Bugün xudo xolasa açıkçasına gaplashamiz, ko'rsatib o'tamiz. Otash tuvi bilan bir ikki savollar bilib olamiz. Otash aka, bugün qaysi bir qurilish kompaniyasidan egadik domlarni? Bunyodkor MChJ qurilish kompaniyasi. Bunyodkor MChJ. Bunyodkor. 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 Bunyodkormi yo bunyodkor? Bunyodkor. Ana shularni bilmayman. Shularni Bunyodkor MChJ qurilish kompaniyasi. Bugün shuni sizdan so'rab olamiz. Bu domlarda nov qulayliklar bor, nov xususiyatlari bor. Bu endi xalqimiz olishi kerak-ku bir vajina qarab berdi. Hozir men bir gap aytishdan qo'rqib qoldim aka. Bir gap aytishdan. Mana tanadoshlari ham atilib boshladi, to'g'ri. Men qo'rqib boshladim. Hozir video rolik alazimga ham yuribdi men shu kunlarda. Nima uchun? Bilmayman hech kim. Salomlashib boshda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bugun Bunyodkor qurilish kompaniyasining uylariga keldik. Domlarni xudo xolasa beda nov o'zgarishlar bo'lib turibdi. Shular haqida Otash akam ma'lumot berib o'tadi. Endi bir ikki savollar beramiz. Otash aka. Assalomu alaykum qadrdonlarim, bormisizlar? Musofirdagilar, u yandagilar, bizlar turli xil davlatlarda o'tirib kuzatib o'tirgan insonlar, hammangiz boringizga shukr. Bizlar hech kimga yomonligimiz yo'q. Bo'lsa, shu uylari xudo xolasa sizlarga boricha aytib berishga harakat etamiz. Esa pastda turib ketmang, hozir uning uchun negativ yozadilar. Sen yuqorida turibsan. Endi zarar buni gazi bor deb eshitdim-a? Gazi bor, ava. Gaz polniy ruxsat etilgan. Ruxsat berilgan, kadastr ham chiqqan ekan. O'zi lekin millionlar kranda gaz yo'q bo'ladigan bo'lsa, yanqi to'qda qizib ashchakki bo'ladi. Birsi tok plita oladi, birsi gaz plita oladi. Bu gaz plita qilsa, misoli, o'sha to'rvalari nelar o'tirib gaz akib qo'ydi. Beri kadastr chiqqanmi? Kadastri chiqqan, tayyor kelib yashasang bo'ladi. Qachon chiqqan dedilar uni? Rasmiy o'toldi chiqqanda. Polniy beri sotib oladigan bo'lsa, bemalol kelib, ine sharoitda hozircha ine birlari yo'llari yaxshilatilmayapti. Bular havo muddati bor, xudo xolasa, hamma narsa kanalizatsiyalari hamma o'zini o'tirib bo'ldilar. Lekin buni kanalizatsiyalar ishlab turibdi. Havo endi bir ikki qurilishlarimiz bor, shular taxlanib bo'lib, hozir birsang, bera krana kirib chiqarib turibdilar va turibdilar, shuni evazini yo'lini hali zetmin turibdilar. Krallik ishlari bitib bo'ladi, undan keyin ketadilar, yo'llarni zetadilar. Hozir bera polniy mashinada kirib kelsa bo'ladi ekan. Shunda o'zi shu sharoitda ko'naman desa, bemalol kelib yashab turishi mumkin ekan. Albatta, hozir ish sharoitda yashayman desa, paka. Yashab o'tirganlar ham bo'y kerak o'zi. Subsidiyachilar nega gap bo'ladi? Subsidiyachilar olib qo'yganlar bo'yna misol. Hozir endi subsidiya ilindi, lekin avval olganlar bormi? Avval olganlar bo'lsa, bemalol keladidan subsidiyani halatib beradi. Muammosi yo'q unda. Yo'q. Bu kvadrati misol uchun bir xonasini aytib o'taylik, bir kvartiraning ichining necha kvadrat eng kattasi? Ikki xonalisi bor 56 kvadrat. Ikki xonalisi 56 kvadrat. Biz yopraylarga borib syom ketamiz. 56 kvadrat 3 xonallar ham ko'rdik bilsang. 3 xonali aytib ketdilar, lekin 56 kvadrat bor. Bu ikki xonalisi bor, bu 56 kvadrat ko'rdingmi? Ikki xonali o'zi ham katta-da. Shunda xonalar katta qo'yilgan. Albatta. Endi ko'pchilikka ikki xonali to'g'ri keladi. Nechun desa, kvadrati kichkina bo'lgani uchun ertangaldan to'lovlari yo bo'lmasa oylik to'lovi sal arzonroq kelishi mumkin-da. Xonalisimi? 3 xonalari 72 kvadratligi bor, 78 kvadratligi bor. 72, 78. 78 kvadratligi plus bilsang yana bir narsa bor. Sizga yaqinda yeri bor. Yaqinda bir xonasi bor. Kuxnani kerak bo'lsa, ashon tarafga ko'chirib qo'yib. Albatta, balkini dam olib, televizor ko'radigan, ovqatlanadigan xona etib qo'ysa bo'ladi. Ana. Xalqim esa bemalol kelib qayd qila olasizlar ekan. Hali chiqib ko'ramiz. Chiqib ko'ramizmi? Nedaligimizni aytamiz, neda bu o'zi dom. Endi siz yaxshi tushuntirasiz hozir o'zi. Bunyodkor deb eshitadi. Yo'q, Bunyodkor MChJ qurilish kompaniyasi. Qadrdonlar, biz Xazaras tumanidamiz. Gazidarani hamma biladi. Gazidarayondagi Yangi O'zbekiston massivindagi uylar bular. Ana, bugun boricha aytamiz. Bu uyimizda nov imkoniyat bor, shuni aytib o'tamiz. Hozir ish podezi, bu podez ham ikkisi ham shu kompaniyaga tegishli. O'zi ikki podezli uy, bu bir podez ham shunga tegishli. Bu ibonmi? Bu bir podez ham shuda ina. O'zi svetidan ham anglashada bosib oladi ekan. Nuriy Xo'jam shuda olib ketdi. Yo'q-a? Yevro remodat taqlab tashladi ajoyib. Молодец. Havo setamiz o'zimiz uchun. Ko'rib bizlar ham shu etdimiz iloji. Esa ichoni bir girib ko'rsataylik. Bo'ldi esa, qadrdonlar, giramiz, ko'rishda davom etinglar. Endi sizlar ham kerak bo'ladi bo'lsa, subsidiyachilar ham kelasizlar. O'zing bu yerda birinchi etajda magazinlar bor, shu haqida bir to'xtalib o'taylik. Yaxshi. Magazinlar haqida gaplab beramiz. Otash aka, buni ichini oqlangan shu holatida bejakmi? O patolog ham zaxon izatilgan ekan, svetlar qo'yilgan. Albatta, endi qara.
Может buni algan bo'lishlari mumkin. İçinde esa Yo'q, men hozir qarab chiqdim. Patriot hammasi zetilinganmi? o'quv markazi alganlari bor edi ichida. Может shu bo'lishi mumkin bu. Shunday. O'quv markazi aldilar birsini, şöyle qilamiz, xudo xolasa-da. Endi bu Kafelar magazin. ekan. Ha, lekin bu xatorimizda bu magazini nechun bedanishlari to'g'risida aytib o'tishimiz kerak-da. Men ishim bo'yicha bu glavni yo'l bo'ladi ekan. Yo'l bo'ladi ishida, xudo xolasa, yana bu qazilg'a yillar ham taxlanib, aytdim-ku, hali yo'l bu kran yerda chiqdi ishlar tamom bo'lgandan keyin chiroylatib berib taxladilar. Bu yo'l bilan bu yo'l ishida ulanadi-da 6 metrlik yo'l oladi. Ana. Zo'r. Shuni bu biznesmenlar uchun yaxshi-da, u qaytib bo'lib kvadratlarini aytmasan, taxminda plus minus 8,5 bilan atrofi bo'lib turibdi o'xshaydi. 8,5 million so'mmi? Ha. 1 kvadrat. Ha. Zo'r. Ana shunday atrofi bo'lib turibdi. Endi buni bir nemiz o'zi necha kvadrat turadi deydigan bo'lsalar, buni ham shu ekranda telefon nomeri bor. 97lik 510 Shuni telefon urib so'rab bersalar 1 minut vaqtlari ketmaydi. Tamam. To'g'rimi? Ana shuni ko'ringlar. Endi kelasizlar bu yerda hozir tasavvur etib bo'lmaydi bu narsalarni, hissat ko'rish kerak. 2000 dan oshiq xonadon yashaydi ishida. 2000 dan oshiq xonadon yashaydi. Xonadon, endi xonadonning ichida yashaydigan insonlar bor. Ha, 2000 dan oshiq xonadon ichida 2000 dona odamda qo'yadi, xatiyabdim bo'lmasa, har qanday bir odamdan qo'yadi. Bu yerdagi magazin açasam, hostel açasam, salon açasam, misol erkaklar va ayollar salonining farqi yo'q. Nodir achaman desang, bu yerda aholi yaxshi bo'ladi. Ya'ni zich joylashgan-ku. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Bu tarafini qarang, hozir yuqori chiqib ko'rsatamiz, alma bog'ini ham ko'rasan, chiroyli holatda turibdi. Bugun pagodam zo'r bo'lib turibdi Otash aka. Haqiqatdan ham. Bu manzaraga qarangsiz. Manzara zo'r. Endi uni gelib ko'riyor odam biladi uni. Hozir buni ben videoda tasvirlab bo'lmaydi. Video yo'q, o'zing jonli jarayonda ishda turasan qo'yib. Miya dam oladi, hazatadi. Nechun desa, sen o'sha Hazarasının üstünden qarab turgan odamsan hozir, tushundingmi? Hazarası üstünden qarab turibmiz biz. Ko'rib turganingni hamma nala bilib pastda. Yo'q, undan keyin hali bu 5-etaj. Hali 5-etaj bu. 7ga chiqsak, 7ga chiqsam вообще aytma. Dim yuqoriga ko'tariladi. ishonam ko'rsatilib, ishona qarangsiz, postoyanni keladi dedik-ku biza. Remont bu mindirgan holatini kuzatdik dedik. Bu yangi gazobloklar ko'rinib turadi. Hozir nima qarang? Zetken sen bir boshqacha. Kimdir satkanlar buni adashmasam, podключать berasan deya olsalam, может shunning bunchaki variant ham bo'lma bu yerda. Podключать etib beradilar. O'z dogovor bilan bo'ladi, kelishgan holda. Yesi bilan kelishicha bog'liq. Bu odam navni istab turibdi, navni xohlab turibdi. Buni ham qilib beradi-da. Telefonini bezga qo'y. Ha, ena uka. Ena. O gaz shoshki, gaz plitani o'rnatasan, gazdan yoqib berasan. Şu bor narsani boricha aytamiz. Endi siz ham bundan olib qo'ysiz, xudo xolasa bundan foydalanasiz. Endi ana bu kafel chiroylatib ketdi, kuxinli mebel bo'ladi. Mana qara, oshxonamiz ham kichkina emas, to'g'rimi? Ajoyib holatda joylashgan. Bu mana asosiy panoramli deraza, ko'rdingmi? Balkon ko'rinib turadi, ham bir kichkina o'xshab ko'rinmaydi-da, bir ochiq. Ham bu ikki xonali bu, ikki xonalida zo'r ko'p ne bor? Imkoniyat. Shu balkonning ikkini bor bunda. Ben tarafdaki. Ena bu birsi. Gap anasan. Eshiklarni ham qo'yibdilar ena. Mana yesa. Bularni hozir batafsil ko'rsatamiz. Mana qara. Zalında yana bir balkoni bor. Ena. Bu kichik balkon emas bu? Yo'q, kichkina balkon emas. Ikkisi ham katta balkon, ikki xonali. 56 kvadratlik bu. Lekin balkoni hisob-kitobga girmaydi lekin. Hisob-kitobga girinmi? Yo'q, balkoni Aryan tarafdaki balkondaki adamı görüyor muyuz? Ben de ortada ne var? Şunu ayt ama. Bir spalni uy ortada joylashgan-ku. Aryandakini ben de görüyorum ise. Hava zo'r. Ana bulam yaxshi menimcha. Ma bir yer yaqtini bir ataplinalari bor-ku. Hozir Qo'qnodagi ham zo'r mestada joylashgan. Bu moshda uqloyda turibdi, hech kimga xalaqit bermaydi. Tushunarli. Endi o'tiraman desang. Ha, bu ham shunchaki ekan. Hem desa to'rdan qo'yibdilar. To'rdan qizib keladi-da, edamda emas. Обычный fonina yarki ko'rsatadi. Bana endi. Bu spalnisi ena. Ena bu spalnisi hisoblanadi. Biringa bejarib qo'yilgan akvasi, gaping qisqa, spalni ham normalniy lekin. Ha, o'zina ekan qoq. Zo'r. 56lik ish uyna, 56 kvadrat. Biraga endi.
Oo, imamız etdiler bu. Ha, svet indi o'tadi o'xshaydi, svetlari. Svet o'zi bir hech kim yashamandan qo'shimcha ko'tdilar o'xshaydi. Unitaza qara, ima qara, kenglikine qara endi. Unitaz o'rnatdi-ku. Bidan mesta qilgan, vannasi o'rnatilgan, raqabini o'rnatilgan. Ya bir de kirmashi uchun qara, ham suvi, ham kanalizatsiyasi. Kirmashi 10 kilolik bilan kelib qo'yasan, farqi yo'q. Shuni dum chotga keladi. Ariston o'rnatilgan. Nov kerak endi undan ortiq. Bir de bunu ham qo'yibdilar. Buni ham qo'yilgan. Ishqilib, milliy holatdan qilib beradilar. Gelişini. Hava summasini kelishaveradilar. Ekranda telefon nomeri qo'yamiz, summa razniy bo'ladi. Bu bir yil zo'r ekan, subsidiyachilar bor. Misol uchun ularda keyinchalik olib qo'ygan qarabga holatida olib qo'yib ham puli bo'lmasligi mumkin-ku. Ashunday vaqtda men imchakka chiqarib bering desam, imchakka ham chiqarib beradi ekan. Yana bir gap aytaman. 7-etajda bo'lsam, yosh kattalar ham qiziqi yo'q. Ha, lifti bor. Lifti bor. 15 sekundda yuqoriga chiqasan. 15 sekundda sen 2-etajda zinadan chiqib qo'ymaysan. 15 sekundda. Haqiqatan. Misolda 15 sekundda yuqoriga chiqadi. 7 ga chiqadi. Endi bu ishni adashib turgan bo'lishi mumkin. Plus minus shu nelar araba 20 sekund olsun misolda. Zato birida durasan, qo'zg'almaysan, zinadan chiqib bilmaysan, o'ylatmaysan. Belkisini kuzatdikmi o'zida? Ben ham o'tamiz endi. Bu 72ligi bu. 3 kanalli. Ha, 72 kvadratlik bu. Yine giraverishimiz qo'limiz doğruda sanuzeli bo'ladi. Ben tarafdan bularda endi qara, benda oshxonada bir balkon bor, katta balkon bor. Ibana gelamiz. Zalında yine bir balkon bor. Endi bu kichkina balkondan, bu kattadan bo'lmaydi. İki tarafdan ham bor ekan. Ha, yine 72liginde shunday. Yine shunday ko'ringlar. Lekin buni narsani ham ko'r. Rasmni o'zing ko'rdingmi? Bu aslında korobka holatida deb ishi durishida beradilar. Lekin bular ham rasmiy rasxod etilgan. Shpakovkasini rasxod etilgan. Planlashtirib ko'rsinlar. Bu oshxona bir ekan bunda. Bu oshxona bir ekan. Yine gazli shochkadan ko'rib qoldim. Hamma narsalar montaj etilgan. Yine bu ne ekan bu? Spalnya ekan bu. Spalnya deb yotasan, eshikni ochasan, derazanidan shu balkonga chiqib, kofe ichani urib. Biznes g'oyalar. Hali shu davrlar keladi uka. Bu yunda ishga bir tuxal qiynal. Bir vaqti keladi xudo xolasa. Lekin yosh vaqtimda emas, yosh vaqtimda ishlashimiz kerak. Kattalardan ishlamiz. Ishga boramiz. Do'shin desa yoshi katta bo'lib 50 dariyani o'tgandan keyin to'g'ri hozir hijroniya bo'lmaydi deydilar odamlar. Kuch quvvat bo'lmaydi deydilar. Endi kambuka kim meni chiqdir? Ha, ina bu ilik ekan, uni kimdir sotib olgan, uni adashmasam bu ilik ekan. Biz hozir u kattasi bo'lishi kerak, voy. Ha, kattasi u. Biz hozir 5 tamizmi? Yozib qo'ydik. 6-etajga chiqamizda xuddi shuni razmerini ko'rsatamiz hozir. Bo'ldi. Yuring mana. Hozir liftimizni ishga tushirmay qo'yibmiz-da. Lift endi bedakilar yashash uchun kelgandan keyin xudo xolasa lift ham ishga tushirib beramiz. Tushunsiz, biz fizaratga oladi-ku. Asta harakat etib turibmiz-da. Bino chiq ekan. Hozir endi remont ishlariga turgan ekan, meri shunday holatda yana butun. Alashtirma etmaysiz. Alashtirma qilmaysizlar kilitlari yana. Kirganni chap qo'lda banet olinadi ekan. O'zi buni yana bu bir podyezddan shuqoq yana bunyokorki. Bu ikki podyezli. İkisinde 60 xo'jalik bo'lsa, kami 40 sotilgan buni. Kami 40 sotilgan. Bu yerda o'zi plus minus 20 ga yaqin uy qolgan. Razniy 2dan, 3dan, 4dan, 5dan, 6, 7da topiladi. Atak toza qurilish ham boshlandi-ku. Buni ham tuning qo'ydik. Buni ham asta-sekin ko'rsatib qo'yamiz. Yana bu sanuzel hisoblanadi bu yerda. Sanuzel. Sa'y buni ko'rsatib edim men. Ya bu shuda sizga yaqindan yeri bormi? Ha, bu oshxonasi. Gaz plitasi bu yerda joylashadi. Yana bir xonadan bu yana. Olmasan bir yana qo'qnatib qo'yasizda. Endi bolalaring qara. Bolalari eğer 2 bolada olsa 2 dona kot qo'yib, 2 dona kot qo'yib, 2 bolaga buni detskiy spalnya qilsa bo'ladi. 2 xona, to'g'rimi? 2 bolaga. Bu yerda qo'qinli mebellar joylashadi. Oshxona demiy qo'yarasan-da shunda. Oshxona demiy qo'yarasan. Ana mehmon kelsa, buni sen spalnya qilib olsang, bu zal olsa, mehmon buni bir xona odam yotaveradi. Ha, va. Bolalaring onda yotgan bo'lsa, ana shunday.
Bu spalni aytib qo'yasan. Toshkentda bir kino bo'ladi-ku, o'zi mehmonxonalardan aylanaydi. Ena bedena birne balkon joylashgan. Katta balkondan bu yana qaragan. Bu 78 kvadrat lekin bu kattaligi bu. Eng kattasimi bu? Ha, 78 kvadrat ena bu zali. Ena balkoni bilan alma bog'ga qaragan. Yo, молодец, razvedkalarni bu yandan o'dam qo'yib berganlar demakmi? İbide konditsioner uchun qo'yib berganlar deydi. Konditsioner uchun qo'yilgan haqiqat. Axir kerak-ku baribir. Ertaga sen uni yana qayta aytib bermaysan-ku. Shuni shpakolovka aytganlar berib. Bu dimam korobka deb aytilmaydi-dan bu. Bu shpakolovka aytilgan bu. Hamda sen montajini aytib qo'ydilar-ku yana. Missim yaxshi deydilar uni, to'qa. Alyuminiydan yaxshi deydi. Ha, misdan aytilgan. O'zi bo'lmasa qimmat ham deydi bu men o'ylab turganda. Tushunarli. Ana biza rasmiylarni ko'rsatdik. Bu 78 kvadratligi. O'ylaymanki, shu joy kerak odamlar buni boshidan oxiridan o'tirib ko'radi baribir. No imkoniyatlar bor deb. Planlashtiringlar, xudo xolasa, subsidiyachilar kelinglar, ishingiz bitadi, xudo xolasa. O'zi 20 yillik alaman deydi inshaalloh bo'lsa, boshidan 20-30% berib to'lashingiz kerak. Bu do'mning umumiy narxidan, ya'ni kvartiraning umumiy narxidan 20-30% shu atrofida pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Sizlar agarda podключи kerak bo'lsa, podключini ham ko'rsatdik, bu holatda ham qilib beradilar. To'g'rimi? Laytlarni bosib, qo'llab-quvvatlab, videoni yaqinlarga tarqatib qo'ying. Albatta. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, vijdonan bir dona yurakcha bosinglar, yaqinlarga tarqatib ketinglar. Telegram gruppalaringiz bor-ku, qarindoshlar gruppasi bor. Kimdir baribir joy olishim kerak deb endi sizga xabaringiz yo'qdi. Tashak qo'ying kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Ana 6-7 etajlari endi planlashtirib ko'ramiz. Mo'sh oldindan to'lovsiz bo'lishi mumkin, lekin uni ham batafsil 97lik 510 7100. Tamam, Bunyodkor emchiji qurilish kompaniyasi. Vokzal yonidan 810 proyektimiz bor edi. 170 xo'jalik ham uyni topshirdi. Hech qanday muammolarsiz. Sizlar yaxshi ko'ramiz. Ekranda telefon nomeri bor.